Barchaga assalomu alaykum. Sizlar uchun 10 ta darslik tayyorladik. Aynan prop hisoblarda qanday qilib savdo qilish, imtihonlardan qanday qilib o'tish, payoutgacha bo'lgan jarayon, payoutlarni qanday qilib qilish, unda nimalarga amal qilish kerak, qaysi savdo paralarida, qaysi instrumentlarda savdo qilish kerak ekanligini batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshlanishi sразу qiziqarli bo'lish uchun biza qaysi instrumentni savdo qilsak, foydasi va zarari bo'yicha batafsil gaplashib o'tamiz. Forex va aynan commodity sevdi mana bu metallar, ya'ni yerdan qazib olinadigan tabiiy boyliklar, tilla, kumush, neft, shunga o'xshagan hammasini tushuntirib o'tib ketamiz. Chunki bizda aslida O'zbekiston sharoitida forex va tillada ko'proq savdo qilishadi. Shunga chuqurroq yondashamiz. Fund Trader Community, Forex va HowUSD, ya'ni tillarni kotirovkasi. Biza hozirgi kunda ko'pchilik tillada savdo qiladi, lekin Forex, ya'ni pul valyuta almashinuv bozorini ham o'ziga yarasha afzalliklari juda ham ko'p bo'ladi. Siz deylik, misol uchun 5000 dollardan 2000 dollargacha bo'lgan prop hisob sotib oldingiz va uni imtihonlisimi, tayyorimi, top payoutgacha bo'lgan jarayonida yoki imtihon jarayonida siz belgilangan protsentni akkauntingizni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. U uchun siz risk menejment va psixologiyaga amal qilishingiz kerak bo'ladi savdodan tashqari. Chunki tradingda eng asosiy narsa bu risk menejment va psixologiya hisoblanadi. Hop, deylik biza Forexdan boshlanadigan bo'lsak, Forex o'zi nima? Forex bu foreign exchange money, ya'ni pul valyutalar almashinuv bo'lish bozori. Bu bozorda bir kunlik oboroti hozirgi kunda 11 trillion dollarni tashkil etadi. HowUSD, ya'ni metal, yerdan qazib olingan tabiiy boyliklarning hammasi commodity kiradi. Biza asosan tillada savdo qilamiz. Xo'p, buni demak metallarning kunlik oboroti taxminan 22-23 trillion dollarni tashkil qiladi. Siz bozorda hozirgi kunda ko'pchilik bilmasligi mumkin, ba'zi birovlar bilishi mumkin, forex bozorini o'zi 3 xil turga bo'linadi. Birinchisi major currency deganda shu 7 ta yo 8 ta gigant davlatni pul valyuta birliklarini birgalikda kelishi, ya'ni u yerda aniq USD, AQSh dollari qatnashgan bo'lishi shart. Sanab o'tamiz. AQSh dollari USD, Buyuk Britaniya funt sterling GBP, xo'p, Yaponiya yenasi JPY, Yangi Zelandiya dollari NZD, Avstraliya dollari AUD, xo'p, Kanada dollari CAD, oxirgisi hamma biladigan yevro zona, ya'ni Yevropaning pullari, yevro deb yoziladi. O'zingizlar bilasizlar kotirovka bo'yicha. Xo'p, minor currency ga nima kiradi? Minor currency ga mana shu gaplashib o'tgan, boya ko'rib chiqqan pul valyuta birliklari qatnashgan bo'ladi. Faqat u yoqda USD, ya'ni AQSh dollari qatnashmagan bo'ladi va boshqa qolgan forexdagi pul valyuta birliklarini deyarli hammasi qatnashgan bo'ladi. Ya'ni ekzotik paralardan tashqari. Ekzotik paralar uchinchisiga bu Rossiya rubli, O'zbekiston so'mi misol tariqasida, Turkiya lirasi. Va shunga o'xshagan hali unaqa gigant tarzda rivojlanmagan davlatlarning pul birliklari kiradi. Biza prop hisoblarda savdo qilish jarayonida ko'proq qaysi instrumentlar, ya'ni bozorda savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Meni o'zimning shaxsiy fikrim, agar siz prop hisoblarda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, imtihonlardan o'tish va payout qilmoqchi bo'lsangiz, maslahat bergan bo'lardim. Aynan forex bozorda savdo qilish. Chunki nimaga desangiz, forex bozorda stabilnost yuqoriroq bo'ladi, ya'ni stabillik bor u yoqda. Tillarga keladigan bo'lsak, HowUSD bilasizlar, volatilnost juda ham yuqori bo'lganini hisobiga ko'pchilik o'z prop hisobini yo'qotish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Lekin tillada ham ishlasa bo'ladi, faqat minimalniy risk bilan, minimalniy lotlar bilan uzoqroq muddat savdo qilishingizga to'g'ri keladi. Forexda misol uchun unaqa katta volatilnost yuqori bo'lmaganini hisobiga kamroq profitni yopsangiz bo'ladi. Albatta qonun qoidalarga amal qilgan holatda. Birinchi lotlarni bo'lib olaylik. Bilamiz, ko'pchiligimiz lot va pips, punkt hammasini farqini bilasizlar. Xo'p, qaranglar. Ba'zilar bilmas balki. Forexda aynan 001 mikro lot, 010 mini lot, bir lotimiz esa standart lot hisoblanadi. Xo'p, biza 001 mikro lot bilan forex bozoriga savdoga kiradigan bo'lsak, har bir pips harakati bizga 10 sentdan foyda yoki zarar olib keladi. 0.10 dan kiradigan bo'lsak, 1 dollardan bo'ladi. Bir standart lot bilan savdo bitimini amalga oshirsak,
$10 har bitta pips harakati bizga zarar yoki foydani olib keladi. Tillada aksincha 10x, ya'ni 10 barobar ko'proq zarar yoki foyda bo'lishi mumkin. Ya'ni siz mikro 001 lot bilan savdo bitimini amalga oshirsangiz, har bir harakat, pips harakati $1 dan plyus minusga o'ynaydi. Xo'p, 0.10 dan bo'ladigan bo'lsa, har bir narx harakati, ya'ni pips, 1 pips $10 ga teng bo'ladi. Standart 1 lot bilan ochadigan bo'lsak, har bir pips harakati $100 ni tashkil etadi. Ya'ni siz birdaniga 1 lot bilan ochsangiz savdo bitimini $100 minuslik, $100 plyusda bo'lishingiz mumkin. 1 pips harakat. Endi bozor bilasizlar, hozirgi kunda tillada 100, 200, 300 pips hech narsa bo'lmay qo'ygan, kerak bo'lsa kuniga 500 ming pipslab harakatlarni amalga oshiradi. Bunda siz stop loss va take profitingizni qo'yib ishlamasangiz, har qanaqangi akkaunt bardosh bera olmaydi, hattoki $1 million akkaunt ham. Sababi hozirgi kunda $1 trillion obrot bo'lgandan keyin sizni $5 ming dan $2 ming gacha bo'lgan akkauntingiz bardosh bera olmasligi mumkin. Chunki bizda bilasizlar, aynan shu qiymatli akkaunt savdo qilganimizda kunlik va maksimal yo'qotishlarni inobatga olgan holatda ana shuni hisob kitobini olib turib, savdo bitimlarini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Risk menejment va psixologiya darsini aynan oxiriga qo'yganmiz. Aynan shu bo'yicha batafsilroq, chuqurroq sizlarga statistikalar bilan, faktlar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Xudo xolisa oxirigacha ko'ringlar darslarni.